Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asya Radiosu'nun 17 fevral xəbərdə bultur Sharq Turkistonda 9 aqdan Aqsuğu paxta terishqa bağlan 16 yaşlıq o'quvchi Nabijan Rozining o't ketish vaqasida jon uzganligi haqida ilgirlab epagan aniqlashlarda Xitoyning mazkur vaqani 9 aqliq aholilardan maxfiy tutishga tirishganligi va bu sababdan jasadni yerlikka jamiyatdan xufiyan oldi qo'yganligi va o'lim xabarining lagerdagi dadisiga muxtirilmaganligi ma'lum bo'lgan. Oshkorlanishicha mazkur o't ketish vaqasi yuz bergan majburiy emgak maydoniga aslida 9 aqdan 2000 cha o'quvchi, o'qituvchi va ishchi xizmatchi avatilgan bo'lib, vaqada o'lgan 16 yoshli Nabijan Rozi bilan birlikda 32 o'quvchi bir yotoq yoki kapiga o'rlashtirilgan. Vaqani tekshirgan doiralar buni tasoddifiy yuz bergan bir tabiiy ofat hodisi deb bekitgan. Yotoq yoki kapining bexatarlik tadbirlarini muvofiq o'rlashtirmagan mas'ul xodimlarni surishti qilmagan. Ma'lum bo'lishicha doiralar vaqani mumkin qadar maxfiy bir taraf qilishga tirishgan. Vaqa 9 aqdagi az bir qism aloqador idora jamiyat xodimlari va o'lguchining genetik partiya a'zolariga uqtirilgan bo'lsa-mu, 9 aqdan Aqsuğga avatilgan 2000 ga yaqin o'quvchining ota-onasiga bildirilmagan. Nabijanning mahalliy ko'ylari hatto lagerdagi dadisi Rozi to'xtig'imi bildirilmagan. Aloqador bir kent mudiri aholining farzandlarini har yili paxta terishga avatishga qarata burundilar noroziligi borligi. Shunga atalmish salbiy tashviqotga material bo'lib qolmaslik uchun o'lim xabarining aholiga rasmiy shaklda uqtirilmaganligini oshkorlagan. Chet elda yashayotgan o'z ismini oshkorlashni xohlamaydigan 9 aqliq muhojirning inkos qilishicha, Nabijan Rozining o'lim xabari opasiga bildirilgan. Uning lagerdagi dadisi Rozi to'xtig'i bildirilmagan. Jasad aloqador mas'ul kadr va soqchilar tarafidan xufiyan oldi yerlikka qo'yilgan. Gerçi uning tuproq beshi va oilasining qo'rosi lagerda o'lganlardagidek qurolli soqchilar tarafidan nazorat qilinmagan bo'lsa-mu, ammo Ma'rif idorasi, ayollar birlashmasi va birlik sab xodimlaridan tashkillangan 4 kishi mazkur oilaga bir haftagacha hamroh bo'lib, oila a'zolarining noroziligini bosgan va ahvolning jamiyatga keng tarqalib ketmaslik uchun oiladagilarga ideyaviy xizmat ishlagan. Aniqlash davomida muxbirning aloqador xodimlardan tutqun Rozi To'xtining o'g'lining o'limi vaqasi sababli oilasi bilan ko'rishtirilmaganligi haqidagi savoliga javob bermagan. Bu haqda o'z farzini bayon qilgan lager shohidi Zumrat Davud, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatida musibatlik oila a'zolarini o'zaro uchrashtirishdek, bundaq bir aqalli insoniylikni kutishning mumkinsizligini aytib, bu mumkinsizlikka Xitoy doiralarining Uyg'urlarga tutayotgan dushmanlik pozitsiyasidan boshqa tutqunlarning ko'pligi va oilasidan uzoq joylarga qamalganligidek reallikning buningga imkon bermaydiganligini o'ttirib qo'ygan. 2017 yil imzolangan Turkiya-Xitoy jinoyatchi almashtirish kelishimi Turkiya parlamentining tashqi ishlar komissiyasida ma'qullanib, parlament umumiy kengashining tasdiqlashiga sunilgan. Mazkur kelishimning qachon ovoz qo'yilganligi ma'lum emas. Bu kelishim Turkiyadagi Uyg'urlarni andishiga solish bilan bir vaqtda Turkiya parlamentidagi o'qitish partiyalarining qarshi turishiga uchragan. Ular mazkur kelishimning parlamentda ovoz qo'yilmasligi yoki ovoz qo'yishning kechiktirilishini talab qilib kelgan edi. Lekin Turkiya Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ'ning bildirishicha, bu kelishim Turkiya parlamentining tashqi ishlar komissiyasida tasdiqlanib, parlament umumiy kengashining ovoz berishiga sunilgan. Selçuk Özdağ 17 fevral Turkiya parlamentining oldida axborot yig'ini o'tkazib, parlament rahbarlarining Xitoy bilan imzolangan bu kelishimni to'xtatib qo'yishini talab qilgan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy hukumatı xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonni tekshirish berishiga yo'l qo'ymaguncha, Turkiya parlamenti bu kelishimni tasdiqlamaslik kerak ekan. Bunun oldida Turkiya İyi partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Ahad Andijanmo Turkiya parlamentida so'z qilib, bu kelishimni tasdiqlamasligini talab qilgan. O bu kelishimda nurg'un yutuqlarning borligi, Turkiya Xitoyning jinoyat o'qish va jinoyat yaratish ishida qo'liga suv quyib bermaydiganligini eskartgan. Kishilik huquq tashkilotlarining aytishicha, agar bu kelishim ma'qullansa, Turkiyaning Xitoy talab qilgan Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishiga texmo keng yo'l ochildi ekan. Nigeriya amaldori 7 fevral Nigeriyaning shimolidagi Niger shtatining bir maktabining noma'lum qurolli unsurlarning hujumiga uchraganligini, kam deganda bir o'quvchining qazo qilganligini va 42 kishining tutqun qilinganligini bildirgan. Niger shtatining boshlig'i Abubakar Bello poytaxti Mennadagi taratqularga qurolli unsurlarning 17 fevral atigan soat 2 atrofida Rafi rayonining Gagara bozoridagi yotoqli maktab hujum qilganligini, bir o'quvchining qazo qilganligini, 27 o'quvchi, 3 maktab xizmatchisi va 12 oila a'zosi qatorliq 42 kishining tutqun qilinganligini bildirib, bexatarlikni ko'zda tutib, Lafit rayoni va boshqa 3 qo'shni rayondagi barliq yotoqli maktablar vaqtli taqib, hukumat va bexatarlik organlarini barliq tirishchanlikni ko'rsatib, tutqun qilinganlarning hammasining bexatar qutulishiga kafolatlik qiladiganligini hamda federatsiya hukumatining kuchli qo'llashini talab qilgan.
Nigeriya prezidenti mahkamasi bayonot e'lon qilib, prezident Buxariyning bir turkum bexatarlik organi rahbarlarini Nigeriya shtatiga avatib, qutqizish xizmatini yetaklash va moslashtirishga avatganligini bildirgan. Qechib qutulgan o'quvchilardan birisi qurolli unsurlarning harbiy forma kiyib olganligini va hujum jarayonida qattiq qo'l muomalaga uchraganliklarini, tutqun qilingan o'quvchilarning baldurroq qutulishini umid qilganligini bildirdi. Til bir xil ijtimoiy aloqa qurol sifatida xizmat qiladigan belgilash sistemasi, millatning muhim belgisi, madaniyatning muhim bir tarkibiy qismi. Til madaniyat bilan zich bog'langan bo'lib, til bo'lmasa madaniyat bo'lmaydi. Yana bir jihatdan til madaniyatning ta'siriga uchraydi. Tilda millatning tarixi, madaniyat arx ko'rinishi va yashash odatlari saqlangandan boshqa, til shu millatning hozirgi madaniyati, hayotga bo'lgan qarashlari, tafakkur usulini aks ettirib beradi. Uyg'ur tili o'zining har qaysi tarixiy taraqqiyot bosqichlarida turli o'zgarishlarni boshdan kechirib, bugungi mukammal adabiy til oldiga kelgan. Uyg'ur tili Uyg'ur xalqining tarixdan buyongi eng muhim aloqa quroli. Shunglashqa Uyg'ur tilidan Uyg'urlarning tarixi, diniy e'tiqodi, urf-odati, jamiyat tuzilmasi, millatga o'rtaq bo'lgan tafakkur shakli qatorliqlarni ko'rib olishga bo'ladi. Til madaniyatning muhim vositachisi. Jamiyat taraqqiyot davomida madaniyat tilga ta'sir ko'rsatadi. Bu xil ta'sir oldi bilan so'zlikda alohida ifodalandi. Tilning qurilish materiali bo'lgan so'zlik madaniyatni bevosita aks ettirib beradi. Uning madaniyatga bo'lgan inkosi eng keng doirlik, eng bevosita, eng tez bo'ladi. Kundalik turmushimizda kishilar ko'rishni xohlamagan ishlar hamisha yuz berib turadi. Bundaq vaqtda kishilarda qo'rqish psixikasi shakllanib, bundaq narsalardan o'zini qochirdi, hatto tilga ilishdan saqlandi. Kishilar mushundaq ishlarni oz tilga olganda, mush ishlardan saqlangan bo'ladi deb qaraydi. Shunda qilib, tilda bir alohida sehriy kuch shakllandi. Shunglashqa atrofimizdami og'zingni ushitma, Xudoyim saqla degandek so'zlarni anglab turamiz. Bu kishilarning tilning sehriy kuchiga ishonganligidandir. Kishilarning ba'zi sonlarni alohida yaxshi ko'rish, ba'zi sonlardan hazar aylash psixikasimi buning misoli bo'la oladi. Madaniyat an'anasi, millat psixikasi, estetikasi, diniy e'tiqodi o'xshash bo'lmaganlikdan har qaysi millatlarning sonlarni yoqtirish yoki hazar aylash psixikasimi o'xshamaydi. Bu xil psixika mo'l falsafaviy asos va cho'nqur madaniyat omillari yushiringan bo'lib, bu madaniyat tadqiqotining muhim bir tarkibiy qismi bo'lib hisoblandi. Masalan, Uyg'urlar 9, 7, 40 qatorliq sonlarni ulug'laydi. Buni hozirgi zamon Uyg'ur tilida aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. 9 Uyg'ur madaniyatida ko'p, cho'ng degan madaniyat ma'nilarini bildirdi. Tilimizda turgan yerga 9 tozim, 9 qizning to'lg'iqi tang tutibdi. 9 til, bola 9 oy, 9 kun, 9 daqiqada tug'iladi deydigan iboralar mavjud. Buningdan boshqa 9 tara, 9 oq, 9 buloq degan yer joy nomlarini uchirta olamiz. 7, 40 degan so'zlar islom dini tusini olgan bo'lib, Uyg'urlar bola tug'ilib 7 kun ichida ism qo'ydi. 7 yoshida xatna qiladi. Vafot bo'lib 7 kundan keyin 7 nazrsini beradi. Bu vaqt tug'ilib 40 kundan keyin 40 o'tkaziladi. Vafot bo'lgandan keyin 40 nazrsi beriladi. Shunglashqa tilimizdami 7 o'lchab bir kas, suv 7 yumilsa halol, 7 tog'ning nerisida 7 iqlim degandek iboralar mavjud. Uyg'ur tilidagi rang so'zlardami Uyg'ur madaniyatining iznolari saqlangan bo'lib, o'xshash bo'lmagan ranglar o'xshash bo'lmagan madaniyat ma'nilarini ifodalaydi. Hayvonotlar bilan insonlar jamiyati intayin zich munosabatda bo'lib kelgan. Shunglashqa har qaysi tillarda nurg'unlagan hayvonotlarga munosabatli so'zlar bor. Madaniyat arq ko'rinishi o'xshash bo'lmaganlikdan har qaysi tillarda hayvonot so'zlari o'xshash bo'lmagan madaniyat ma'nilarini ifodalaydi. Uyg'ur tilida maqol tamsil, idiom, hikmatli so'zlar nihoyat mo'l. U Uyg'ur xalqining tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zliksiz to'plagan bilimi va tajribasi, Uyg'ur xalqining aql farosatining javhari. Turaqliq iboralarning paydo bo'lishiga alohida tarixiy sharoit va rivoyatlar asos bo'lganlikdan, u bir millatning madaniyat an'anasini, jumladan turmush urf-odatini, yashab turayotgan jo'grafiyalik muhitini, diniy e'tiqodini hamda psixik alohidaligini nihoyat ro'shan aks ettirib beradi. Uyg'urlarning dehqonchilik va bog'bonchilik madaniyati nihoyat uzun tarixga ega bo'lib, to'hfikor ajdodlarimiz bu jarayonda to'plagan tajribalarini maqol tamsil sifatida bizga qoldirib ketgan. Masalan, beg'iboning teg'iba, yoshitqanda meva qilsang, qeyrig'anda meg'izini chaqisat. Uyg'ur tilida islom madaniyatini aks ettiradigan so'zlar nihoyat ko'p bo'lgandan sirt, maqol tamsillardami bu xil madaniyatning ta'siri aks etgan. Masalan, tilimizda mushuk go'shtga bo'yi yetmasa ro'za tutdim der. Xubtandan qochib taravihga tutilibdi. Oltin olmay duo ol degandek islom madaniyatini aks ettirgan maqol tamsillarni ko'p uchirtamiz.
Uyg'ur tilidagi idiomlar ro'shan milliylikqa ega bo'lib, ularga Uyg'ur tilining o'ziga xos alohidaliklari singdirilish bilan birga, yana Uyg'urlarning ba'zi bir tarixiy voqealari, urf-odatlari, har qaysi davrlarda e'tiqod qilgan dinlari va ulardan shakllangan turli aqida qarashlari, millatlararo munosabati, yerlik alohidaliklari, jug'rofiyalik muhit qatorliq turli madaniyat omillari singan. Demak, til bilan madaniyatning munosabati o'zaro tayinish, o'zaro ta'sir ko'rsatish munosabati bor. Til madaniyatning muhim va alohida bir tarkibiy qismi. Madaniyat tilning shakllanish va taraqqiy qilishining asosi. Madaniyat asosi bo'lmagan til bo'lmaydi. Tildagi nurg'un taraflarda madaniyat omillari bo'ladi. Til madaniyatning ayniki. Har qanday millatning tili shu millatning tarixi, madaniyati, ijtimoiy hayoti, folklori, milliy psixikasi, dunyo qarashi, qimmat qarashi, go'zallik qarashini aks ettirib beradi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.